Demak, assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz libido haqida bo'ladi, ya'ni jinsiy aloqaga nisbatan xohish. Xohishning pasayishi bu libidoning pasayishi hisoblanadi. Ya'ni bu diagnostikada vrachlar tomonidan jinsiy aloqaga nisbatan xohishning pasayishi, ya'ni снижение seksuального влечения. Va bu nima hisobidan paydo bo'ladi? Taranglik boshqa narsa, ya'ni masalan tarang turishi, ereksiya boshqa narsa, xohish boshqa narsa. Ya'ni bular ikkalasi alohida muammolar hisoblanadi. Demak, bugun xohish nima hisobidan yo'qoladi, shu haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman va uni qanaqa qilib hal qilinadi. Demak, bu videomiz ko'p uzoq bo'lmaydi, qisqa ma'lumot bo'ladi. Xohishni erkak kishida ta'minlab beradigan asosiy ikkita sistema bor. Birinchisi bu gormonlar sistemasi, ikkinchisi bu nerv tizimi, nerv sistemasi hisoblanadi. Agarda erkak kishida surunkali charchoq, depressiya, stress holatlari mavjud bo'lsa yoki ayoli bilan munosabatlarda muammo bo'lsa, nevrologik taraflama xohishning yo'qolishi bo'lishi mumkin. Lekin nevrologik taraflama xohishni yo'qolishini tekshirishning iloji yo'q. Ya'ni bu narsa masalan stressni shkala bo'yicha baholasa bo'ladi, uni qanaqadir bir analiz, shunga o'xshagan narsa orqali tekshirishning imkoniyati yo'q. Demak, ikkinchi erkak kishining xohishiga tushib ketishiga sabab bo'ladigan narsa bu gormonlardagi o'zgarish. Mana bu narsani tekshirsa bo'ladi. Qachonki agar gormonlar hammasi ideal darajada bo'ladigan bo'lsa, unda aytsa bo'ladi, erkak kishi bilan vrach, shifokor gaplashib, uni yaxshi ichiga kirib borib, qanaqa muammolari borligini aniqlab, shunga qarab, masalan, bu yerda psixogen shunaqa holat ro'y beryapti degan tashxis qo'yilib, unga davo ko'rsatiladi. Demak, gormonlardan nimalar muhim? Gormonlar topshirganda albatta gipofiz gormonlari LG, bundan tashqari erkaklik gormoni testosteron yoki umumiy erkin formasi birga topshiriladi yoki umumiy testosteronni GSPG bilan birga topshirish kerak. Prolaktin, estradiol ayollik gormonlari va qalqonsimon bez gormonlari TTG T4 hisoblanadi. Agarda yuqoridagi gormonlarda o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, erkak kishida libido pasayib, xohish yo'qolib qoladi. Bo'ldi. Demak, bu yerda faqat shu ikkita sabab. Umuman varikat sellining mavjudligi, prostatani shamollashi, masalan, buyrakda qanaqadir shamollash bor deb aytishadi. Endi buyrak shamollasa o'zi odatda temperatura beradi. Endi odamlarning fikri bo'yicha, masalan, shu qanaqadir bir jigarning yog' bosishi, shunga o'xshagan kasalliklar bevosita to'g'ridan to'g'ri erkak kishining xohishiga ta'sir qilmaydi. Ya'ni agar sizda xohishingiz yo'qolgan bo'lsa, prostatani tekshirib yotish ham kerak emas, prostatani kovlab o'tirish kerak emas. Asosiy ko'riladigan narsa qon tahlillari, biokimyoviy va gormon tahlillerini ko'rish kerak va shu tahlillardagi o'zgarishlarga qarab erkakka to'g'ri yo'l ko'rsatiladi va qanaqa davo choralar orqali bu muammo hal qilishi aniq bo'ladi. Bo'ldi. Boshqa qanaqadir ortiqcha tekshiruvlar bu yerda kerak emas. Agar qanaqadir gormonlarda o'zgarish bo'lsa yoki erkak kishida qanaqadir qo'shimcha boshqa kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, unda u bartaraf etiladi. Nima uchun? Chunki jigar faoliyati, masalan, deylik ayrimlarda qandli diabet bo'ladi. Bular to'g'ridan to'g'ri xohish yo'qolishiga sabab bo'lmaydi. Bular o'sha gormonlardagi o'zgarishlarni keltirib chiqarish orqali xohishni yo'qolishiga sabab bo'ladi. Demak, asosiy mana shu ikkita sabab bor. Mana shunga e'tibor berish kerak. Agar xohish yo'qolishi bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali bog'lansangiz bo'ladi. Dushanbadan shanbagacha ish vaqtimiz. Albatta bu masalada tekshirilish uchun ertalab och qoringa ovqatlanmasdan kelinadi va yuqorida aytilgandek tahlillar qilinib va xohish pastligi yoki ereksiya bilan bog'liq muammolarning sababi aniqlanib, shunga qarab bemorga aniq bir yo'nalish ko'rsatiladi. Xo'p, sog' bo'ling, salomat